Allah'ның Al-Vadud degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Assalamu alaykum ve rahmetullohi ve barakatuh. Tüvendi dehqonlarga Ustaz Abduvali Qori rahimahullahning Qur'on va sunnat nuri ostida Allah subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allah'ның Al-Vadud degan ism sifatlari haqidagi tafsirini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ның Al-Vadud degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allah'ның bu ism sifatları Qur'onda 2 yerda tilga ilingan. Yani Sure Buruj 14-oyatida tarjimasi Allah mu'min bandalarning gunohini mag'firat qilguchidir. Ularni do'st tutquchidir. Al-Vadud tamamen haqni, yaxshilikni so'yguchi va yaxshilikni marhamat qilguchi zot demakdir. Al-Vadud sifati Ar-Rahim sifatiga yaqindir. Ar-Rahim sifati bo'lsa rahmat qiladigan, muhtojga bo'lgan rahmat egisidir. Muhtoj bo'lsa yoki bo'lmasa ularga rahmat qilib, ularga yaxshilik qilguchi zot Al-Vadud bo'ladi. Demak, Al-Vadud sifati Ar-Rahim sifatidan ko'proq rahmatlik degan mazmunni ifodalaydi. Bandalar ichidagi bu sifatdan o'ziga ulush ajratib olgan kishilar kimlar? Allohning Al-Vadud sifatini bilgandan keyin Allohning xalqiga o'zi nimani yaxshi ko'rsa, shuni yaxshi ko'rgan kishidir. Bundan ham afzal bo'lgani bo'lsa, o'zining foydasini bir chetga qo'yib, boshqalarning foydasini ixtiyor qilgan kishi bu sifatdan ko'proq ulush olgan kishi hisoblanadi. Bu Alloh subhanahu va taolaning Al-Vadud sifatidan o'ziga ulush ajratib olgan bandaning yana ham kamoli bo'lgan martabaga erishish uchun kishilar tarafidan bo'lgan g'azab va bu kishilarga bo'lgan adovatlar bu kishining yaxshilik yo'llarini to'sib qola olmasa, Al-Vadud sifatidan texmi komil ulush ajratib olgan bo'ladi. Rasululloh alayhisolatu vassalam mana bu sifatga ega bo'lgan zotki, bu kishiga Qurayshning azob berishi yuqori bosqichga yetib, biror bir himoya qilg'uvchisi qolmaganida Jibril alayhisalom kelib, ey Muhammad alayhisalom, bana buyurun, agar xohlasangiz shu tog'ni ularning ustiga bostirib halok qilib desangiz, hozirla bajo keltirman deganida, u kishiga qilinayotgan g'azab, adovatlar uning yaxshilik yo'lini to'solmadi. Hamda dediki, ya Rob, xalqimning gunohini kechirgin. Ular bilmaganlikdan shunda qilyotdi. Ana Rasululloh atrofidagilarni ana shundoq tarbiya qildi. Ali radhiyallohu anhuga buyurdiki, ey Ali, Allohga muqarrab bo'lgan bandalar bo'lsa, nihoyat ulug' bandalardir dedi. Hasan al-Basri وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. 3-chi firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguchilardir. Ular nazu ne'matlik jannatlarda Allohga yaqin bo'lguchilardir. Sura Voqea 10-11-oyatlar. Ular Sura Voqeadagi bu oyatni o'qib, yaxshi ishlarni eng oldida qilguchilar bo'lib o'tib ketdi. Biz ulardek bo'lolmaymiz. Allohumma ij'alna min ashabil yamin. O Allah, bizni Nama amali o'ng tarafdan berildiganlar qatoridan qilgin
deb duo qilgan ekan. Hasan al-Basridek zot undaq martabaga men yetolmayman deb as-sabiqunal muqarrabun dek bo'lishni arzu qilolmagan ekan. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazreti Aliga ey Ali, agar sen al-muqarrabun muqarrab insonlardek martabam ustun bo'lsin desang, sen bilan aloqangni uzganlar bilan aloqa bog'lag'in. Sana kelayotgan yaxshiliklarga to'siq bo'layotgan odamlarga marhamat qilgin. Sana zulm qilayotganlar bo'lsa, ularni kechirib o'tgin degan ekan. Al-Vadud sifatidan o'ziga o'lish oladigan kishilar bo'lsa, mana mushu amallarni ching tutqichi kishilar bo'ladi. Ba'zi amallarda ko'p kishilarni bizning kechirib o'tishimiz, ba'zi narsalarga targ'ib qilishimiz bo'lsa, mushu sifatni bilganligimizdan bo'ladi. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvendagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Al-Imron 31-oyatida tarjimasi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Sura Mujadala 22-oyatida tarjimasi: Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bir qavmning Alloh va uning payg'ambari bilan qarshilashganlarni, gerçi ular o'zlarining onalari, o'g'illari ya qarindoshlari ya urug' chiqqanlari bo'lgan taqdirdami, ularni do'st tutganligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Ayni shularning dillarida Alloh iymonni mahkam qildi va o'z dargohidan bo'lgan ruh bilan ularni kuchaytirdi. Alloh ularni ostidan o'z tanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Allohdan ular mamnun bo'ladi. Ayni shular Allohning qo'shunidir. Bilinglarki, Allohning qo'shuni maqsadga erishuvchilardir. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadislardan tarjimasi: Payg'ambar alayhissalom hadis qudusida mundaq deydi. Alloh mundaq deydi: Bendem menga farz qilganlarimdanmi yaxshiroq narsalar bilan yiqinisha olmaydi. Bendem nafla amallarni qilishni davomlashtirsa, men uni yaxshi ko'raman. Agar men uni yaxshi ko'rsam, anglaydigan quloqi, ko'radigan ko'zi, tutadigan qo'li, mangadigan puti bo'laman. Mendan bir narsa so'rasa, albatta beraman. Agar bir ishdan panohlik tilasa, men uni u ishdan qo'g'dayman. Buxoriy 6502-hadis. Payg'ambar alayhisolatu vassalam hadis qudusida mundaq deydi. Tarjimasi: Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibril alayhissalomga nido qilib, men faloni bandamni yaxshi ko'raman deydi. Shuning bilan Jibril alayhissalommi uni yaxshi ko'rdi. Jibril alayhissalom osmon ahliga Alloh faloni bandani yaxshi ko'rdi, sizlar uni yaxshi ko'ringlar deydi. Shuning bilan osmon ahlimi uni yaxshi ko'rdi. Shuning bilan bu yaxshi ko'rish zimin ahliga tushirildi. Zimin ahlimi uni yaxshi ko'rdi. Buxoriy 7485, Muslim 6873-hadis. Sura Baqara 165-oyatida tarjimasi: Ba'zi odamlar Allohdan g'ayrlarini, ya'ni butlarni Allohga shirik qilib oladi. Ularni mu'minlarning Allohni do'st tutqunidek do'st tutadi. Ya'ni ulug'laydi va ularga bo'ysunadi. Mu'minlar Allohni hammadan bak do'st tutquchilardir. Zolimlar qiyomat kuni o'zlariga tayyorlangan azobni ko'rgan chaqda
bütün kuch-quvvatning Allohga mansub ekanligini va Allohning azobining qattiq ekanligini koshki bilsa edi, dunyoda Allohga shirik keltirganlarga haddidan ziyoda pushaymon qiladi. Hadislardan tarjimasi Payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq deydi: 3 xislat bor bo'lib, qandoq kishida bu 3 xislat tepiladi ekan, u iymonning haqiqiy ta'mini tetigan bo'ladi. Ular Alloh va uning payg'ambarini hammadan bak yaxshi ko'rish. Bir insonni faqatla Alloh uchun yaxshi ko'rish. Kufrga qaytishni xuddi o'tqa tashlanishni yomon ko'gidek darajada qattiq yomon ko'rishdan iborat. Alhamdulillah. Yuqorida Alloh subhanahu va taolaning Al-Vadud degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.